Umar payg'ambaring kim? Muhammad Rasululloh. Payg'ambarimiz qayerda tug'ilganlar? Makkada. Qayerda o'lganlar? Madinada. Rasululloh onalarining ismi nima? Amina. Dadalarining ismi nima? Abdulloh. Opa-dadalarining ismi nima? Musulmon. Mashalloh. Rasululloh necha yoshda payg'ambar bo'lganlar? Qiliq. Mashalloh. Alloh Rasulullohga Qur'onni kim orqali yuborgan? Farishta. Farishtaning ismi nima? Jarrayir. Mashalloh. Birinchi qaysi sura tushgan Umar? Alaq. Mashalloh. Birinchi qaysi oyat tushgan? Iqra. Qaysi? Iqra. Mashalloh. Iqro nima degani? O'qitiga. Mashalloh. Birinchi sura tushganda Rasululloh qayda bo'lganlar? Xildi tog'iga. Mashalloh. Rasulullohning nechta xalifalari bor? To'rtada. Abu Bakr, Usmon, Umar, Ali. Mashalloh. Rasulullohning ikkita sevimli ayollarining ismi nima? Hadiza, Oysa, Mashalloh. Endi Umar Rasulullohga salovat aytib ber. Allohga, Allohumma Alloh